يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. بني الإسلام على خمسة أركان في الدين: صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hürmetlik dost birodarlarimiz, bu katimki dersimizge yine hoş kimsizler. Bu katimki dersininki asasi mevzui, yine aldığınki dersimizdeki devamı. Yani bu katimki asas ders, yani kabrini kandak yasaş. Bu vakte ve onunla alakadar olan bazı meseleler üstüde toxtalımız. Ötkenki dersimizde, yani aldığınki dersimizde şu kabristanlıkka o meyti koyup olduk, defne kılıp oldu. Defne kılıp olgandan o yerde kandak defne kılımız, onu deki kandak kılımız. Şu mezmunda değildi. Hem defne kılıp olgandan hem de kabrini yasaş geldi. Kabirdeki yasaş, yani kabir yasaştaki sünnet, kançilik, yani sünnet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabrini yasaşta kançilik şekilde yol koygan, kandak koygan. Yani muşunun üstüde toxtalımız. Kabre ömümümüzge ma'lum, yani bir adam ölgendeyken şu adamninki apır küp koygan bir yen. Yani o adam nispeten bu dünya tügüdü degan gap. Tügen bolgandayken bu adamninki o dünya alakası tügedemdi. Tügendeyken şu adamning hamdi kandak kılıp şu adamninki kabri ikkenligini hem de adamning yüzü hürmetli bolgan eken başka yerge, başka narsaga nispeten bir alameti belgisi olsun dep, yani bir kadar yani ziminden kabri ikkenligini ispatlaydigan bir alamet belgisi koyuş gerek. Bunu da hamdi sünnet kandak kılış gerek. Yani zimininki üstüden bir gayriş etrafıdan şunda bir kabre yani şunda bir şekilde top dögülep bunda koyuş. Mene bu bir sünnet. Bu sünnet bu. Yani Peygamber aleyhisselatü vesselam'nınki bizge bergen talimatı. Hem Peygamber aleyhisselatü vesselam'nınki şu devrde yüze defne kılgan hem cennetül baqiyeden ibaret olan bu kabristanlıkta koygan bu sahabeninki kabrininki asası yani yasılış şekli yerden bir gayriş miktarı yukarıcı örücü kılış. Yani şunda koyuş. Bu sünnet bu andi. Yani ben Müslüman, ben Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e erişidigan bir mümin, ben Müslüman deydigan bir dava bolsa, yani biz yani ölüp ketken adam hem tuqqanlarımızdaki kabirsini muşu şekilde kısa, yani bir gayriş miktarıdan şuna topu dövülüp muşunda koysak bu sünnetke muvaffak hem özümüzdeki ağzımızda vatkan davaya layık bir şekilde işkan bulunuz. Bunun da ne için onda deymiz desen, mene İmam Müslim bir rivayet kan bir hadis var. Sumamet ibn Şufey diyen bir adam hadis bana verdi ki deydi bu zat. Biz Fazalat ibn Ubeyd diyen sahabe bilen Rum'niki Berdus, Rum ziminniki Berdus diyen bir yerde idik. Bu yerde bizdinki bir emrahimiz vefat edip gitti. Şu vakit özüde Fazalat ibn Ubeyd bu adamni kabristanlık kılışkan buyurdu. Bulgandaki o kabristanlık tüptüz kıldık. Yani yavla okşaş kıldık deydi o. Anladı dedi bu adam, anladım ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in buyuruydu. Şu kabrini açta tüzleşken yani tüptüz yavlan okşaş kılıp yani iyiyiz unda kılışkı emez. Muşunda kılışkı buyurgan deylendi. Yine bir rivayette Ebu'l Hayyacil Esedi diyen bir adam şuna dedi ki, bana Ali ibn Abi Talib razıyallahu teala şuna dedi. Ben seni Peygamber aleyhisselatü vesselam beni ebergen nesike ben seni o etraftaki işini kılışka ben evetmeyim ben seni evetten dedi.
De Peygamber nime degan desa, yani evet işte meni. Allah tedaa timsanı illa temestahum. Ve la kabren muşrifen illa sabaytahum degan. Peygamber Aleyhisselam eli razıyallahu ta'ala onun etrafı evet deb, eli sen her qanday bir timsal, yani bir heykel, bunda bir nasip boludu iken hemen uyuşturup taşlığın. Her qanday igiz bir kabir boludu iken, mesela bunun da taş yasalgan, yoğun igiz, bunda bir kabir boludu iken, onu hemen sen tuzlu vatqın. Dep mene Peygamber Aleyhisselam benim şunda buyurgan te, men şu işini kılgan, men mesela için bu buyuruyman etrafı berip sen, muşunda but, muşunda igiz, anşında kabir boludu iken, sen onu hemen tuzlu vatqın digen te deydemdi. Yani bu hadis ne mene İmam Müslim muşuna şu rivayet kılgan. Ana oğan iken bu yademdi. Kabirninki muşu ya bilen okşaş miktarını bir kadar kötürüp etiş şer'i taraftan memnun. Yani İslam şer'iti bunu tosudu. Bu hergüz yani doğrucu bulmagan bir iş. Ana oğan iken bunun içige mesela kabristanlıkta kabrini yasap onun içige gumbaz kılış, meşhed yani çoğun bir nemeyken de öydek yasaş ve onun başka kabirge her xil nesi tutuş. Kabristanlıkta yasaş falan adamın nemesi digerledek bunda bir iş kılış bu katli duruşçu emez. Kabristanlık ne? Şu şekilde kılımız ama onu yoğan yasap şunda bir körkem, şunda bir çoğun hem adamın dikkatini kozgudak bunda bir şekilde taştan, geçten ve onun başka xışta digerledek bunda bir nesveren kılış İslam dini de yani katli bu duruşçu emez. Bu nemde bu neki yüze yani bu neyim için dege vakti yüzeden bizdeki ve onun da başka rayullardaki kişilere karab baksak aşındak falan adamniki kabirsi pokonu adamın kabirsi taz yoga yasap onu kıp koygandakin uqma kıpaga adamlarına şirk ehvalı şu cadı şu palaga şu ban. Bazı rayular kürülvadı demdi. Onu kürvatımız şu falan evliyanınki falan hocamniki kabirsi iken dep hatta şu aldıça tazım kirip kayniçe yine tazım şekilde kirip ketken müşte ahvallar hazır kadar çubban. Yani kabristanlıkka müşündak ülüp ketken bazı şeyh meşayih deydiğen müşündak bir ahvallar var naidi bek iğremdi. Bu ahvallar de Müslümanlarınki yani bilip durup adamı o başkandı. Bunu bilmey kalan töben katlamdaki Müslüman kişiler var. Bu cahilin bilmeydi. Ama bildiğin kişiler bilip durup müşündak edilse anlap durup muşu kabristanlıkta yüzdeki kandak ikenligini men dep köstüş. Şu arlıktan iken bu kabristanlıkta yatkan bu kişilerini tukkununu tiçaman uyad yatkılı koymay kabristanlıkta xeyimi yoğan onu köstüp hakka men köstüşü arkalık anındaki bir mezgil ötkendiyken onu balvakalar o çoğun bir adam iken deymi dep bu şeytan insandı boğan diken ağıdı berip şu yerde dua kıldıgan şunu qarab bir нәрсе tilep salıdıgan muşundaq berip jağlaydıgan aş adam kabrisi Allah'a berip digerledek muşundaq şirk ehvalı çıp qalğan ehvalı çoban. Şunun için kabristanlıqın meyli qandaq adam bulup ketişin nazar bunda bir yoğan gumbaza, yoğan bir xışta ve hakaza bunda bir nərsede yasaşınki qattiy çoduruşçu emas. Bu mana İslam dinimizga mana çoğun bir afet tup kelgen bir iş. Bunu alayda dikkat çok qilish çok kerak. Bunu her qanday vaqt o'zida agar ashundaq bo'lgan bo'lsa, buni darhol uni tuzitib etishga buyruqchi qilishimiz çok kerak. Mana ulamolarimiz shunda bir gumbaza, masjid, ashundaq qabristonlikqa ashundaq yasagan bo'lsa, burunqi zamonlarning hammasida mana bunda bir masjid gumbazining hammani buzib chaqib etishga, uni ya bilan tuz qilib, ozroq qabristonlik deganligini bildirib qo'ygan. Bunda bir qo'shqa mana jiq olimimiz bunuga mana fatvochi bergan. Ham buni qarta shu chon o'zidiki mana diniy, mana islomiy xilofat, musulmon mana amil, yani xizmatchi bo'lgan kishilar bo'lgan bo'lsa, shu shaklda avjagan. Bu shayton bu shaklda odamni aldaydigan mushta bir narsa. Ana bo'lgandan keyin bunda bir narsani qilish qat'iy durustchu emas. Shu qabristonlikda bo'lgan her qanday bir chiroq yakib qo'yilgan qandil, chiroq va hokazo latta va undan boshqa bir xil narsa esib qo'yilgan bir ish bor.
Falan hocam ındak kılırken, mağını tuğdururken, mağını kısak ındak olurken dep, bu şirk. Bundan işini katli kılış, katli dursunmaydı. Bizdeki hakiki bir revişte imanımız bolurken, bu işlerindeki emmisini Allah Teala kılırganğa bizim imanımız olgandayken, bunu Allah Teala'nın ki yüzü düşü talep kılışımız gerek. Bunu apırıp bu ülüp olgan, onun iş kandak yüzdeki ehvalı kalgan bu adamga nispeten onda kısak, bizge doğru muvafık bulmagan bir iş. Bu tüptün hata, bunu açık kılışka bulmaydı. Şimdi kabristallıkını emdi. Kişikelen bir kabirlerini büldürdüğün, kişikelen bir ilginç şekilde, yani toplumda ne kılıp, mundak koysak, o duruz. Mene nim için diye vaktimizde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin ki mene şu hadisi mene kabirsilimi mene şu vaktimizde Kazi İyaz mene ehli ilminin küfürüncüsüde şu vaktimizde nakıl kal vaktimizde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin ki kabirsilimi bir kadar ilgizerek yani bek gumbaz şekilde emez yani bir gayriş etrafında koyganlığını rivayet etken bu asasen mene kabrini bir gayriş şekilde topunu dögülep mundak koyuş yani selam deydi yani tögündeki lökküsü de yani iyi gezerek yani zemindeki üsterak koysak boludu. Yeni versiyanın kabrini ama kabriyken dep bir alamet belge koysak oma boludun. Bunun da nişkanda bir nemiz yok. Ama belge kıldım dep onunla ve hakaza binasını yeziş ve bu katli nememez duruşçu emez. Şimdi kabrini bir nas yep koyduğun bir iş var. Mesela latta o agaza binasını uğrap bunda bir yep koyduğun iş var. Latta ekip yep koyduğun bu katli mene durs bulmaydı demdi. Bu durs olmasının neyim için ise bu kabirde yep koyduğun iş kanal bir ehemmiyeti yok. Faydası yok. Bu akıllı neyim oyunu pekş gerek. Bu neyim faydası onundan? Şu bunundan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem neki kılan bir rivayeti de İmam Müslim Ayşe radhiyallahu ta'ala'nın rivayet ettiği bir hadis şuna deydi. Peygamber sen bir uruş çıkan idi. Uruş çıkan vakti özüde kaytıp gelgen. Şu Peygamber sen uruş çıkan vakti özüde men işge men bir perde bir nese kantim bir nesini. Peygamber sen kelgen vakti bunu köydü. Köyge vakti Peygamber sen bu tatlı bunu jitip attı. Jitip anladaki dedi ki cezmen Allah Teala bizni men layga taşka bir nesi keydürüşke. Kim keydürüşke buyurgan emez. Depço şuna dedi. Da oğlan ki kim kiyeş ve kaza kiş nim için adamlar keydi öğret cayını yepeş ve bir kadar yani fakizlik bu için şunun için bu bir kabristallıkka müşdak lay müşdak bir kopargan ya ki bir neskel müşdak rah bir nesini atıp koyup onu yep koyduğun iş katli durus olmaydı İslam şeriatinde. Hem şunu da mene kabristallıkka mescid yasaş kabristallıkka çırağını ot yakıp koyuyor. Mesela 2 gün 3 gün etraf ot yakıp şan degen şu gayrimüslimdeki ahlakı var. Yahudi Nasaralarınki, küfürünki bunda kılış arkalık bunda kılış katli mene durus emez. Kabristallıkka mescid duruz ne kılışımı durus emez. Kabristallık çıraq bunda bir kılışıma katli durus emez. Neyim için bunda değmez ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şuna degen ki Katalallahu Yahud ittahazu kubur enbiyahim mesacid. Allah Teala Yahudlarını ilak kılvasın. Bula yüzünki peygamberlerinki mescidini, yüzün peygamberin mescidini, yüzün peygamberlerinki kabrisini mescid tutal demesin ona. Kabristan peygamberin kabrisi nerede olsa o yani mescid kırıp o yaşaya namaz okup şunu karıp müştakvatı bu Yahudini Allah Teala melun yani onu ilak kılvasın diyen Muşunda bir hadisler var Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ki anda oğlandiken bunu asasen yani kabristallıkka yani mescidin tutuş ve onun başkan çırak ve hakaza muşunda bir nesi yakış şam yakış digelede bunda bir iş katli duruşu bulmaydı. Yeni bir siyan dedikken kabristallıkta bir nesi boğuzaş bu mu katli duruş emez İslam şeriatinde. Mesela falan adam ubdante ve hakazate andakte mandakte men muşu koyunu yakanını aşı adamını kabristallık berip boğuzap koyan bu adamı şunda boğsun ise bu katli dursanız. Eğer siz şu adamga bir kurbanlık kılış niyetiniz bolsa siz uyak apırıp kılmışsınız mı şu cayda kılıp şu niyetinizde bununki savabı aş adamga boğsun dese yetiverdi. Kabristallık apırıp aşında koy kılıdığan bir nas boğuzlaydıgan
bu iş İslam dinininki ruhiga qat'iy durust bo'lmagan, yani uygun bo'lmagan bir ish. Qabristonlikda qabrga qarab o'ltirish, qabrga qarab uni masalan yuzi masalan qabristonlikka qarab masalan u qabristonlikniki o'zida o'ltirish, masalan qabristonlikda ustida o'ltirish, ham qabristonlikka yo'linib o'ltirish va qabristonning ustida mengish degandek to'g'richu emas. Nimishqa deganda payg'ambar alayhisolatu vasallam meni Amr ibn Hazm shuna deydiki, meni payg'ambar alayhisolatu vasallam qabristonlikqa bir qabrga shuna bir yo'linib yotganligimni o'ltirganim ko'rdi. Ko'rgandan payg'ambar vasallam dediki, la tusi sahibal qabr hazal qabr. Sen bu qabrniki egisiga sen azar vermegin. Deb shuna shu degan. Anda o'g'andan keyin biz qabristonlikqa berib yo'linib o'ltirishga, ustida o'ltirishga, mengish turishga qat'iy durust olmaydi. Iloji kim bor, qabrning ustida mangmaslik emas, shu atrofidan mengish kelsa, shu chang o'zida mengib atrofidan mengib shu qilish emas, ustida qat'iy meni o'ltirmasligimiz kerak. Yeni bir sigani qabristonlikni masalan xish, gash va uning ustiga bir xatni yozish qat'iy durust emas. Payg'ambar alayhisolatu vasallamniki Jabir radhiyallohu ta'ala rivoyat qilgan bir hadis shuna deydiki, payg'ambar naha Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ay yujassasal qabr va ay yuqad alay va ay yubna alay. Payg'ambar sallam shuna deydi. Jabir radhiyallohu ta'ala payg'ambar alayhisolatu vasallam to'sdi qabriga gash ishlatishdi. Qabristonning tepida o'ltirishdan, qabristonlikqa bir bino, bir narsa qurib chiqishdan payg'ambar alayhisolatu vasallam to'sqan deydi. Yeni bir hadisdandi. Yeni payg'ambar sallamniki yeni bir hadisda payg'ambar sallam qabristonning gash bilan qo'pirishgan, uning ustiga bir xat yozib qo'yishgan, uning ustida bir narsa qurishgan, yasashgan, bir narsa uydagi bir narsa yasashgan, ham shuningdek mana bu qabristonning ustiga dastashga payg'ambar sallam bundan to'sqan, bu qat'iy durustchu emas degan. Endi gash nima qilishning ma'nosi, ya'ni gash bilan uning atrofini nima qilish? Masalan, va kaza narsa bilan mushunda surtish orqali nima qilgan bo'ladi? Bu ma'ruf bo'lgan bir ish. Buni qat'iy qilish bu durust emas. Bu tubdan durust bo'lmagan bir ish. Bo'libmi xish bilan, bo'libmi gash bilan mushunda qo'pirish orqali uni aqat va kaza qo'yish islom dinida qat'iy cheklangan ish, uni qat'iy qilish uchun bo'lmaydi endi. Yeni bir sandikin qabristonlikniki o'zigamiz bir qabrga bir odam qo'yish. Bir odam qo'ygandan keyin normal bir odam bir qabrga bir odamni qo'ymaymiz. Endi masalan bir urush ofat bo'ldi yoki boshqa bir ishlar bo'ldi deydi. Degan vaqtda jiq odam o'lib ketgan bo'lsa, o'chan o'zida bir qabrga bir odamni qo'yish bizga bir qadar mushkilat olib keladi ekan. O'chan o'zida endi mana u bir qabrga ya 2 ya 3 odam qo'ysak, unida hech qanday bir karoyati yo'q. Eng yaxshisi egar shu bo'lgan imkon bo'lsa, o'chan o'zida har bir qabrga birdan odam qilish kerak. Nima uchun degan vaqt o'zida payg'ambar alayhisolatu vasallamdan meni rivoyat qilgan bir hadisi bor. Buningda hamda qanday degan vaqt o'zida meni ansorilar payg'ambar alayhisolatu vasallamni qishiga mana Uhud urush kunida payg'ambar vasallam qishi keldi. Dedilar-ki, ular ya Rasululloh, bizlarga mushundaq jarohat, mushundaq ishlar biz yetdik, biz jarohatga olishda qoldi. Biz nima qilishga bo'laysa degan vaqtda payg'ambar vasallam undaq bo'lsa, sizlar qabristonni qo'langlar, sal kengroq qilinglar va cho'nqur qilinglar. Qilinglar sizlar 3 va 2 er kishini bir qabrda shu qilinglar degan. Degan vaqtda bular dediki, unda bo'lsa, bularniki 2-3 qilib qolsak, ularniki qaysini ilgari qilamiz degan vaqt o'zida payg'ambar vasallam ularniki qaysi bakara Qur'on o'qigan bir qadar, ya'ni diniy tarafdan olim bunda bir kishi bo'lgan bo'lsa, sizlar uni ilgari cho'q qilib mushundaq qo'yinglar degan. Unda o'g'andan keyin buning asosan mana qanday qilinadi? Agar ashunda ixtiyoriy bir holatda bo'lgan vaqtda birini qo'yamiz. Ammo mushundaq urush, mushundaq ofat va kazob ish bo'lgan bo'lsa, o'char qabristonini qo'lash har bir odam oz. Buni bo'lgan vaqtda 3ni mushunda bir qabristonlikka qo'ysak bo'laverdi. Endi dengizdan bir odam o'lib qoldi. Dengiz o'lib qolgan vaqtda qanday qilamiz buni? Qanday dafn qilish kerak? Mana bir odam dengizda mushundaq o'lib qolgan vaqt o'zida agar dengiz quruq chiqish, kema quruq chiqish yaqin bo'lib qolgan bo'lsa, u chog'da uni saqlash kerak. Masalan, yarim kun yoki 4 soat chiqadigan bunda bir ish bo'lgan bo'lsa, agar u
mesela jiroq bir va 10-15 kun ya 10 kundan keyin bunda bir yetib boradigan bir ish olgan bo'lsa, o'chaning o'zida deydi, shu chog'da shu mayitni shu chog'da g'usl qilib namoz tushiriblar, shu vaqtning o'zida shu mayitga 2-3 dona puti darab yerda yo bir narsa chigib, toshni yo bir narsani qilish orqali yer dengizning tagtiga bunda cho'ktirib etish. Ya'ni zammildek bir narsani qo'yib, shu orqali uni tagtiga cho'ktirib, mushundaq dengizga tashlab etish kerak deb men olimlarimiz buni deydi. Xo'sh, qabristonlikniki ustiga yana birsi anidekin mushundaq masalan nima qo'ydigan shu? Masalan, yog'och, daraxtniki yog'ochlari shada va hokazo degan mushta bir narsani qo'yish shu. Bu qanday ish? Buni qo'ygan vaqtda endi Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mushundaq bir hadisda meni shu yer ketib olgandiki bu yerda qabriniki mushuna bo'lgan ahvolni ko'rdi. Uningdagi Payg'ambar sallam 2 dona yog'ochni akirib mushaga qilib qo'ydi. Shuning bilan buni bilan Alloh taolo bu ishkisi qilgan azob meni mushundaq yangilishi mumkin degan. Shu vaqt o'zi hozir azobni va'dada bu ishkelan. Bu ishkelan sizniki eng olda ancha bak cho'ng bir narsa emasdi. Ya'ni qilmaqlamig'idek bir ishchi emasdi. Deb birsi o'zini suydikdan pok tutmaydi. Yin birsi xalq o'tirsa, kishilar o'tir gap to'shiydi. Deb shunga Payg'ambar alayhisalom bu yerda anadagi bir yog'ochni akib ikkisidagi ustiga mushundak tiklab qo'ydi degan bir hadis bor. Buning asosan shada va hokazo binasini tiklasak, mesela qurib qolgan kadar bu durus bo'ladi. Lekin ba'zi olimlar bu faqat Payg'ambar alayhisalom shu chog'da qilgan. U qon bo'lgandagi sahobalar, uningdagi sahobalar qilgan hech qanday bir rivoyat yo'q. Unda bo'lgandan keyin buni qilishga bo'lmaydi degan bunda bir ko'z qarashdagi olimlar bor. Endi biz buni qilsak bo'ladi. Ammo buningdan boshqa, mesela xristianlardan do'rab, mesela dinsizlardan do'rab qabristonlik berib, chechak, gul va hokazo binasini daq qo'yib, unda qilib, bunda qilish bu durust emas. Ammo shu biz niyatimizda Payg'ambar shundaq qilgan degan niyat bilan ashundaq yo'l yog'ochni akib, shuna bir tiklab qo'ysak, buningki hamdi Payg'ambar qilgan bir ish bo'lgandan keyin buning asosan jazman foydasi shu bo'ladi. Ammo g'ayrini to'g'rash orqali gul, chechak va hokazo binasini qilib, bundaq qo'yish bu islom dinida qat'iy durustchi emas. Endi ayol kishi hamdi ayol mesela eğrayoqqa yulib ketibdi, ammo bolasida o ayolniki qo'shig'ida masalan bola bor. Tirik o bola midrab yuridi. Buni qanday qilish kerak? O'chan o'zida agar ayol shundoq eğrayoqqa yulib ketgan bo'lsa, bolasi tirik ekanligi aniq isbotlangan bo'lsa, o'chan o'zida o ayolniki qo'shig'ini o'chada yerib, o bolani elib, shu ayolni meni unda qo'ydi. Unda ayolni dafn qilib, uni g'usl qilib, dafn qilib namozini tushirib, ashta qilamiz, bolani jon bo'lgandiki, tirik bo'lgandiki, uni saqlab ib qolamiz. Bu haqda bir qancha asar bor. Bu yerda o'qish nima emas. Endi dafn qilish, masalan, chiq uchraydigan bir masala. Masalan, meni o'lgan vaqt o'zida aya o'tgan, men faloni o'lgan bo'lsam, Maryamda o'lgan bo'lsam, Madinamda qolgan bo'lsam deb buni bir ixtiyor qilish, buni tanlash bir masalasi bor. Bu mesleğe asasen yani her qanday bir adam nerede ölüdiken şu yani ki yüzgücü defne kılış gerek. Ama o adam Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'daki yedisi asasen ya ben ahirki ömrümde Mekke'de ya ki Medine'de ölüp ketay diyen bunda bir arzu olan bu adam şunda bir arzu kısa yüzündeki defne kılışında bu şer'i tarafta bu duruz. Nim için diğer vakti yüzüde mene nima uchun degan vaqt o'zida meni nima uchun degan vaqtda Payg'ambar Aleyhisselatü Vesselam'niki meni bir hadisida shuna deydiki Ayşe radhiyallohu ta'ala dedik Payg'ambar mushni ash qabrisi masjid qilib tutib olmagan degan. Yani qabristonlikqa dafn qilish bu nayiti bek yaxshi bir ish. Shu bu ishdan Maryamga, ikki haramga va hokazo yerga olib men ashaga bir dafn qilgan bo'lsang ekan deb meni bunday qilish bu durust bo'lgan bo'ladi. Buning asosan endi Payg'ambar Aleyhisselatü Vesselam'niki bir hadisi bor. O hadisda
muşu şekilde rivayet kılgan bir hadis hamdi. Yeni bir sanıdı ekan, ülük adamni tillashqa qat'iy bo'lmaydi hamdi. Ülük adamni Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir adam ülüp bo'lgandan keyin uningki yomon gapini qilmanglar degan. Mana shunda Ayşe radhiyallohu ta'ala rivayet qilgan bir hadis shuna dediki, dedi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, "La tasubbul amwata fa innahum qad afdaw ila ma quddimu." Sizlar ülüklarni, sizlar ülüp bo'lgan adamlarni tillamanglar. Chunki jazman o ülüp bo'lgan adamlar o'zi ilgi qilgan, nima qilgan narsa bo'lgan bo'lsa, shuni berib bo'ldilar. Yomon ish qilgan bo'lsa, yomonlikning ashad jazosi ko'rib bo'ldi. Yaxshi ish qilgan bo'lsa, yaxshilikniki meni jazosi ko'rib bo'ldi. Unda bo'lgandan keyin siz ülüp bo'lgan adamniki tillab, "Vaqaza andaqti, mandaqti qilmanglar" degan. Yeni bir hadisda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'niki bir hadisda İbn Ömer radhiyallohu ta'ala rivayet qilgan hadisda "Uzkuru mahasine mevtakum ve kuffu an masawihim." Peygamber şuna degan. Sizlar ülüp ketgan kishilarniki güzel ahlakını danglar. Ama ularniki yomon axloqi bo'lgan bo'lsa, uningdan yig'ilinglar. Ularniki yomon gapini qilmanglar degan. Mushu deganga asosan biz hamda ülüp ketgan odamniki hech qanday vaqt o'zida yomon gapini qilmasligimiz kerak. Yaxshi bo'lgan bo'lsa, uni qilishimiz kerak. Ama yomon gapini ibrat yuzidan qilsak, o'shan o'zidan yomonlikni, mana ish bo'lgan, o yomonlik mana ish bo'lgan deb o'chada o'qisak, ibrat yuzidan ikkinchi bir odamga desak bo'ladi. Ama onu deyishda o adamniki obro' inovatini tushirib, uniki hurmatini tushirish jihatdan bunda bir maqsadlik holatda degan bo'lsak, mana bu hadisdagi bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam to'sqan bu hadisdagi doirasining ichiga kirimiz, bu qat'iy durust bo'lmagan bo'ladi. Endi bir sandaki qabristonlikda Qur'on o'qish masalasi. Mana qabristonlikda Qur'on o'qish masalasida mana ulamolarimizniki o'ttirsida ixtilof bor. Buningga asosan ba'zi ulamolarimiz o'qisa bu qabristonlikda mana o'qisi bo'ladi deydi. Ba'zi olimlarimiz bu o'qisi bo'lmaydi deydi. Chunki o'qisi bo'lmaydi deydiganlar bu nima uchunsa Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sahabalardan bu bir şekilde rivayet kılgan bir hadis yok. Anda o'g'andiken bir adamniki qabristonlik bo'lib Qur'on o'qishi qat'iy nim bo'lmaydi, yani durust olmaydi deydi. Ba'zilari mesela İmam Şafii ve onun başka İmam Muhammed ibn Hasan qatorliq olimlar bu yaxshi deydi. Mesela İmam Azam ve onun başka İmam Malik bular bu hadisda kelmagan bo'lgandiken bu qilishga qat'iy bo'lmaydi deydi. Biz ham hadisda kelmagan bo'lgandiken Qur'onni bu qabristonlikqa qabrga berib, qabrning ustida turib o'qishga bu durustchu emas. Endi uyda o'qish masalasi keyin nima qilamiz? Bu masalada bo'lgan bo'ladi. Endi qabrni ko'lash masalasi. Qabrni ko'lash masalasida agar u odamniki o'zi masalan ya bir narsa ekan, bir ish ekan, ya tekshirishgan, ya u odamniki yana bir ish qilibdi, ya bir ko'milib qolibdi. O'chaning o'zida o'chada u qabrni ko'lsak bo'ladi. Ama bekar bunda hech qanday bir sababsiz mana o qabrni unda ko'lashniki o'zi bu yerda harom bo'lgan bo'ladi. Shu qabristondagi odamniki shu a'zolari sog' va kaza nima ekan qat'iy durust emas. Ammo u odam bir qancha yil o'tdi, bir qancha yil bo'lgandan keyin u odam u yerda turib o qabristonlikda hamma a'zolari masalan to'pi aynib ketibdi, o kaza ishlab o'tdi. Uçağın yüzüden, ben uçağdan o kabristonu ko'lab, o akaza qilib boshqa ish qilib ishlasak bu bo'ladi. Ammo o qabristonlikdagi o odamning o'zi, masalan, nim qilmagan, shu tug'an, bunda bir holat, o'z holati tug'an yoki bo'lgan bo'lsa, uçağın o'zida bunda bir qabrini qat'iy ishlatishga ham etishga qat'iy bo'lmaydi. Ammo biz ashuni tugab ketdi, hech qanday bir narsa faqat usquni va deb yoki akaza narsa qilib usqunimi qolmadi degan asosda mesela tahmin qilib, manjili tushirib yo'qolib ketdi deb bunday qilgan bo'lsak, uçağın o'zida o qabrni qabristonlik qilib yana ishlatishi, yana o'z o'rniga bir qabri qo'yishimiz yoki uning to'piga bir uy va kaza bir narsa qilib bunda selishimiz bu durust bo'lgan bo'ladi. Endi uylikni yotkash masalasi. Uylikni endi bir shahardan yana bir shaharga yotkash deganda o'tadi emas. Bir odam nerede o'lgan bo'lsa, mana shu ya'niki o'zida dafn qilishimiz kerak. Uni u yerga, bu yerga yotkashga degandek durustchu emas. Buniga bir diqqat qilish kerak. Endi qabr yotkabilsak bo'lmaydi ekan deb endi o'chaning o'zida o'z yashayotgan shahardan boshqa bir o'lib qolgan shahardan bir shaharga bunda bir yotkab olib shu yerga dafn qilaman deyish
bu qat'iy durustçu bo'lmaydi. Nimish qalsa Payg'ambar alayhisolatu vasallam shunday degan udubul qatla fi masarihim. Sizlar o'lgan kishilarniki nima bo'lsa o'ziniki o'lgan joyda dafn qilinglar degan. Ana o'g'andan keyin Payg'ambar alayhisolamning Uhud va Gaza urushlarida o'lib ketgan odam Madinaga olib boramiz deb qilgani yo'q. Sahobalarmi shunday bo'lgan. Sahobalarmi ana voy men Iroqda o'lib ketdim yoki bo'lmaydi Iron mushunda bir yerda o'lib ketdim meni olib borib oyog'iga qo'yinglar degani yo'q. Nada o'lgan bo'lsa uniki qabrisini shu yerda qo'ygan. Anda o'g'andan keyin har bir odam nada o'lgan bo'lsa meni shu yerda qo'yishi kerak. Uni u yerga yo'tkashga bo'lmaydi. Ammo yo'tkashga bir ehtiyoj chiqib ketdi. Aşağıda yoki kufrniki bir yeri, musulmonlarniki qabristonligi yo'q. Anda bo'lgan bo'lsa, u chaqning o'zida u kafirning orisi qolmasin deb, u chaqning o'zida bu yo'tkashga u bo'ladi. Mana bundan boshqa ishlarga qat'iy durustchi bo'lmaydi. Endi bilsamdi, o'limniki masalasida mana bir o'yniki müştaq matem muras va o'lim yetib ishlar bo'ldi. Biz unda vaqtida shar'iyda ta'ziya bildirish. Ta'ziya bildirish mustahab. Mayli qanday odam bo'lishini bo'lsin, u yerga berib tasalli berib, uniki va gaza ishlarini qilish noyatibak yaxshi bo'lgan bo'ladi. Endi ta'ziya o'yiniki o'zida o'ltirib verish degandek bu to'g'ri emas. Ta'ziya bildirgandan keyin beribla qildigan ishini qilib, ya Qur'on o'qib, va gaza ishini qilibla ishini tugatib yenib ketish kerak. U yerda turib, uni va gaza qisaqchi bo'lmaydi. Buni bir diqqat qilish kerak. Endi qabrini ziyorat qilish masalasi. Qabrini ziyorat qilish er kishilarga nisbatan bu mustahab davomli ziyorat qilsa bo'ladi. Ya'ni bu yedisa, ya'ni payshanba kuni haftada bir voqea degani yo'q. Ya'ni davomli vaqt yetgan kuni mushunda ta qabrini ziyorat qilib turish kerak. Payg'ambar esa bu to'g'rida shuna degan: "Kuntu nahaytukum an ziyaratil qubur fazaruha fa innaha tuzakkirukum al-oxirah." Payg'ambar esa shuna deydi: "Men sizlarni qabrini ziyorat qilishni to'sgan edim burun. Hozir endi ziyorat qilinglar. Chunki bu qabrini ziyorat qilish sizlarni oxiratni eslatadi. Ya'ni sizlar uzoq qolmay aşağıga borsilar, borgandan keyin u yerdagi ahvolning nima bo'lganligini qabrning o'zi eslatgandan keyin sizlarga nisbatan bu obdan bo'ladi" deb Payg'ambar mushta degan. Ya'ni kishilarga nisbatan yana mushtachu ziyorat qilsa u bo'ladi endi. Endi bu Payg'ambar sallallohu o'ziniki ofisini ziyorat qilgan va undan boshqa sahobalar mushundaq o'zining yaqin tuqqanlarini mushta bir ziyorat qilgan bir ishlar bor. Shunga asosan mana har kishilarniki ziyorat qilishi bu durust. Ham ziyorat qilish usuli qanday bo'ladi desa, ziyorat qilgan vaqt o'zida u odam shu qabristonga kelgan vaqt o'zida Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bizga ta'lim bergandek, shuna deydiki: "Assalomu alaykum ahli diyar minal mu'minin val muslimin va inna inshaallohu bikum lahiqun. Anta faratuna va nahnu lakum tabaun va nasallallohu va lakum al-afiyah" degan bu duoni o'qishimiz çok kerak. Mushuni o'qigan vaqt o'zida davomli mana shu duoni o'qishimiz kerak. Ham Oysha roziyallohu taolo anhaki edi shuna deydi. Oysha shuna deydiki, meningki Payg'ambar sallallohu menga mening uyimga yotadigan kesib qolgan bo'lsa, Payg'ambar sallallohu shu ketsa, har ketsa shu kechaniki oxirida mana Jannatul Baqi degan qabristonga chiqib Payg'ambar sallallohu deydiki: "Assalomu alaykum dara qavmil mu'minin va ataakum ma tu'adun gadan muajjilun va inna inshaallohu bikum lahiqun. Allohumma ighfir li ahli baqi'il gharqat" deb mushundaq deb qo'ydi degan bir hadis bor. Hem Ayşe'nin rivayet qilgan bir hadisda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam dediki: "Ya Rasululloh, men qabriston ziyorat qilgan vaqtda men nima deyman?" degan vaqtda esa Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam deganki: "Dan assalomu ahli diyar minal mu'minin val muslimin va yarhamullohu mustaqdimin minna va mustakhirin va inna inshaallohu bikum lalahiqun" degan mushunda bir hadis bor. Mana mush hadis asosan mush duoni o'qib ziyorat qilishimiz çok kerak. Bunu da ya payshanba va kaza va falan kun qilamiz, pokoni kun qilmaymiz degan bir gap yo'q. Shu ziyorat qilgan vaqtda o'zida u yerda duo qilib, shu qabristonimizga mana istig'for etib, mushunda qilsak, buniki savobi çok bo'ladi endi. Ayollarniki ziyorat qilish masalasi kelgan vaqtda o'zida ayollarniki ziyorat qilish agar o ayollar o'zini tutib oladigan va kaza ishlar bo'lgan bo'lsa bu durust. Ammo o ayollar o'zini tutib olmagan aşağı berib yig'lab va kaza qilib shar'iy to'sqan ishlarni qilib qo'ygan, jaqirib o'zini yaqin yetib o'zini tutib olmagan bunda bir ish qilgan bo'lsa, undaq ishlarga nisbatan ayollarniki mana u yerga ziyorat qilishi degandek durustchi emas. Ammo ash ishni qilgan bo'lsa mana bu
o işte saqlanib qolgan bo'lsa, ayollarniki mana nima qilishi durust bo'ladi. Mana buni da nima ish qilganda, mana Oysha roziyallohu ta'ala elisa oyatdan o'qidik. O'qigan vaqt o'zida mana ya Rasululloh men qabrini ziyorat qilmoqman. Nima deyman degan vaqt o'zida payg'ambar "Voy ayollar, sen qilmaysiz ayol bo'lganligi demang. Siz shu ziyorat qilgan vaqtning o'zida nimadan? Ya'ni assalom, ya'ni shu vaqtdanki assalomu ala ahli diyar minal mu'minin wal muslimin va yarhamullohu mustaqdim minna va mustaqirin va inna inshaalloh bikum lahiqun degan bir hadisi var. Bunun asasen eğer şu ayollar o'ziniki sabrchaligi bo'lsa, o'zi va deydigan bunda bir ishni uni mana qilmaydigan bunda bo'lsa, o'chadi durust. Ammo bu ishni qiladigan bo'lsa, bu qat'iy durustchi emas. Nima uchun esa payg'ambar shuna deganki, la'anallohu zavvaratul qubur degan. Alloh taolo mana qabri ziyorat qilgan ayollarga Alloh la'nat qilsin degan. Unda bo'lgan ekan, ayollar eğer o'zini tutolg'idak bunda bir darajada bo'lsa, bu durust. Endi xo'sh, o'lib ketdimdi. O'lgandan keyin ota-onamiz yaqin bir tuqqanlarimiz o'lib ketdi, vafot etib ketdi. Vafot etib ketgandan keyin u odamlarning ishi hammasi tugadi. İki tarafdagi kiroman katibin hammasiga daftarni taqidi, taqqanlik ishini hamma tugatdi. Tugandan keyin yaxshi yomon ishi shuni ona tugaydi. Endi bu o'lik odamdan keyin, o'lib bo'lgandan keyin, ya'ni shu odamga mana amalniki savobi yetib boramdi, bormamdi deganda, mana buningda payg'ambar alayhisolatu vasallam Abu Hurayra roziyallohu ta'ala rivoyat qilgan edi, shuna deydiki, iza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salasatin sadaqatin cariyetin ev ilmin yuntefa'u bihim ev veledin salihin yedule ravahu Muslim. Peygamber şuna deydi. Adem oğlu, yani bir adam insan ölse, insanın ki emeli bütünle üzüldü, tügedemdi. İş tügedi. Yama işimi tügeydi, yakışmamız tügedi. Lekin o adam ölüp ketkendiyken o emeli tügemeydi o, üçüncü tügemeydi. O adam şu hayat vakitte işini koygan bolsa, o adam ölüp ketkendiyken mi? Yani o adam şu hayat vakitte şu adam şu işini kılgandek o adamın savabı çok bulup durdu deydi. O kavı birisi sadaka cariye. Yani devamlılık menfaati umumu Müslüman halka yetip durduğun. Bunda bir sadaka. Ya ki bir ilim öğütüp koyuptu. İlimni çeçipti, ya kitap tercüme kıptı, ya kitap yazıptı, ballı okutuptu, ya depti, ağaza kıptı. Bu arkalık mene kişiler payda yaptı bu adamın ilmiden. Benim muşunda kan bolsa o adam hayatı vakıdaki hayat bağdaki de mene kiraman kadibinin ki 10 tarafta olan perişteki adam aşışına kıldı depçi yazıp turuyu verdi deydi. Üçüncüden bu adamın ki yakşı bir balısı varken, bir balısı varken yakşı iken ki o adamına ait obdan terbiyelep koydu o balını. Allah'ını bölüdüğün, Kur'an'ı bölüdüğün, İslam dinini bölüdüğün, haram halalını bölüdüğün, Kur'an okuyalaydıgan, dua kılalaydıgan, bunca bir balını terbiyelep koygan bolsa, o balının ki özü o adamga mene ölgendeki dua kıp tuğan bolsa, mene şu dua kıp tuğan aşı balını ki mene as savabi aş adamga mene yetip durdu. Yani kıyamet kişilik onun yetip bu şidakçı yetip durdu diyen Peygamber bir hadisi var. Yeni bir hadiste Peygamber şuna degen. Mümin özündeki yakşı ve güzel işleri hem de ölgendeki yetip durduğun muşta bir işleri var. Şu işlerden katardı bir ilim ki onu öğretken bolsa, kişiler çaşkan bolsa, bu ilimdeki savabı o adam yetip durdu. Yeni birisi yakşı bir balı varken onu koyuptu. Yağı bombaydı Kur'an-ı Kerim'ni, bir Kur'an ve kitap bir nezkerehni ettiken o adam bunu sadaka cariye kırıp bunu miras kaldırıp kişilerine, ballarına miras kaldırıp koyuptu. Ya ki o adam bir mesbina kıptı hayat vakitte. Ya ki bu adam musafirler için, uya bir mağan yolcu için bir öğüne yasap koyuptu. Şu düşken garip miski adamı düşüp bir şey ütüp kesson dep muşna kıptı. Ya ki bulmaydı bir özsen kolu tutup koyuptu. Ya ki bulmaydı bir sadaka bir nesini yüzünki hayat vakitte üzüm melidin bir sadaka koyuptu bu adam. Mesela koyuptu ki o adam kandak kıptı bir körük yazıptı, yol yazıptı, bir balını okutup koyuptu, ya kitap tercüme kılgızıp koyuptu, ya bir balını okutup koyuptu, üzüm balısı bombası mı? Sadaka cariye degen şu anda. Şu arkalık kitap tercüme kılgımana digerlerge, ya okutumen, ya okuymen digerlerge muşta yardım berip koyuptu. Muşunda kan bolsa bu emeller bu adamga bununki savabı ölgenden kim o adam yetip durdu deydi. Yetip durdu
deydi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yin bir hadiste Peygamber sallallahu men senne fil İslami sünneten haseneten felahu ecruha ve ecru men amile biha min ba'dihi min gayri en yankusa min ucurihim. Ve men senne fil İslami sünnete seyyiyeten kâne aleyhi vizruha ve vizru men ya'melu biha min ba'di min gayri en yankusa min evzarim şeyun. Ravahu Muslim. Mine Cabir ibn Abdullah radıyallahu ta'ala anhu rivayet kıldı ki Peygamber şuna degen. Bir adam İslam dinida İslamda yaxşı bir qiliqni yo'l qilib qo'yibdi. Ya'ni u odam shu yerda islomiy axloqdan iborat bo'lgan yaxshi obdan bir qiliqni islom dinininki ro'yiga muvofiq bo'lgan bir ishni shu yerda paydo qilibdi u odam. Amillashtiribdi. Qan bo'lsa, mana qanday bo'ladi? Shu odam uchun mana shu qilgan ishniki ajri mana shu odamga bo'ladi. Ham shu odam o'lib ketgandan keyin şu işini qanchalik adam şu adam başlık koyup qan bolsa şu adamniki ecirleri ular hech qanday bir narsa kelmasdan yani başlap qo'ygan başdagi yo'l ko'rsatib shu başlık belki adamga savobi qancha adam qan bolsa shuning savobi bo'lib turdi hech qanday bir yerda kamlamasin har tarafladan degan bir adam bir yerda yomon ishni ana paydo qilibdi islom musulmon yurtlarida musulmon bor jamiyatda ana shunday xato bir ishni paydo qilibdi. Mesela arak dükkanı içipti, ya ki muşunda ahlaksız işini yerde taqıtıptı, o akaza bir nas qıptı, şunun sebep çıp qıptı. Şu yer sırtın ekipti bu adam. Ekip bu yerdeki adamlar onun doğrap şu yaxşı, yaman işini doğrap qıgan bolsa, mene şu adamga ölgenden kin ölgüçlük şu adam yine günahını okşa şu adam bupturdu. Yani ölgenden kin bu o adamga mene aşı qancha adam şu yaman işini qıgan bolsa, mene o adamga kemimasdan ulağım kemimasın şu adamga adam yama işni qildi deb günay o'xshash qan qildigan boshlab bergan o'xshash hammasi o'xshash mushundaq bo'ladi o degan. Ana o'g'andan keyin mana jazman mana o'lgandan keyin shu uyliklargami mana jazman yaxshi ish shu yetib turdi. Buniki birinchisi mana birinchisi duo istig'for. Yani bir adam ölüp ketken bolsa onundaki tuqqanlari va balvaqilari o adam dua qilib turgan bolsa, istig'for etib turgan bolsa, mana bu jazman o adamga yetib turdi. Chunki Payg'ambar alayhisalom shuna degan: "Iza sallaytum alal mayyit fa akhlisu lahu du'a." Sizlar mayyitga o'lik kelsa janozamiz o'qisanglar, siz u kishilarga sizlar duoni xolis qilinglar degan. Mana buni asosan mana duo jazman o adamga istig'for o adamga yetib turdi. İkinciden sadaka. Yani yukarı hadis asasen mana sadakaniki turichiq. Yani umumiy musulmon xalqi foydalana oladigan. İslam dini shuning bilan rivojlanadigan. Musulmon xalqi undan foydalana oladigan. Mushundaq bir ish bo'lgan bo'lsa, uning ichida qavi bal o'qitgan, o'qitib qo'ygan, madrasa solgan, masjid solgan, kitob tarjima qilgan, qirg'izgan, qilganligan muşunda yardımcı qilgan va uningdan boshqa islomiy mushu kitob va kaza ishlarga tashviqot ishlarga yordam bergan muşunda ishlar hammasi sadaqandi. Mushunga yordam bergan bo'lsa, bu sadaqaninki ash hayot vaqtida ishlaqqan bo'lsa, u odam ash o'lib ketganga qadar o'lib ketgandan keyin buningki savobi u odamga yetib turdi deydi. Yeni bir sanıdaki Peygamber Aleyhisselam'ın bu sadakaning nemizde namaz, zakat ve hakaza işleri var. Eğer bu sadaka o adamın üstündekini kısıp olmaydı. Eğer bir adam ben roz tutup bu rozdaki savabı ben aş ölüp ketken adamga ben bosun dese bu durus olurdu. Şunu derken de hac. Mesela hacı bedel kılızıptı. Ya ki yüz hac kıptı atanızga vakaleten. Ben bununki savabı o adam için yedidir. Bunun da yedisi var sayın. Yeni bir sanıdaki namaz meselesi var. Yani namaz meselesi qanday desa bir adam namaz o'qib uningki savobini o'lib ketgan otasi yo tuqqanlari va og'illarga meni hadiya bunda qilgan bo'lsa, buningki savobi u odamga yetib turdi. Yani buningki yetib turdi. Chunki nima uchun desa Daraqutni rivoyat qilgan bir hadisda shuna dediki, payg'ambar bir adam dediki, "Ya Rasululloh, meningki ishga otam bordi. Men ishga odam mening otam bilan opamga men hayat vaqtida nihoyat va yaxshi ishni qilib vafodorchilik qilgan. Unda o'g'loniki bu o'lib ketdi hozir, buni men
ulug' vakolatan, ulug' nisbatan men vafodorlik ishi qonun bilan nima qilishlar ifodalayman degan vaqtda payg'ambar alayhisalom deganki, mana vafodorlikniki mana ifoda shakli u o'lgandan keyin ularga sen namoz o'qigan vaqtda birgacha namoz o'qib qo'ysan. Birga namoz o'qib qo'ysan, sen ro'za tutgan vaqtingizda ularga qo'shib, men ota-onam uchun bo'lsin deb mana mushlar ro'za tutib qo'ysan, buning bilan uniki savobi men uniga yetadi. Mana ota-onaga vafodor qilishniki men yo'li bu degan. Endi birsan undan keyin Qur'on o'qish masalasi. Qur'on o'qish mana Qur'on o'qib, masalan, balasi yo otasi yoki ayoli yo eri, mushunda tuqqanlari deganidek bir odam Qur'on o'qib, Qur'onniki savobi men aşı adam uchun o'qidim degan bo'lsa, buniki savobi men aşı kishi uchun yetadi. Bu jumhur ulamolarimizniki mana bu nemisi. Ko'z qarishi shu o'qigan vaqt o'zida u odam rasmiy deyish kerakki, men Qur'on o'qidim. O'qigan bo'lgandan keyin bu Qur'onniki savobi men ash odamga bo'ladi debchu deyish kerak. Buningdan hamda o'qigan odamdan osh o'qiganga nisbatan bir ajr olgan bo'lsa, yo pul olgan bo'lsa, hokazo qilgan bo'lsa, bu yetmaydi endi. Chunki u odam shu o'qiganga nisbatan pul olgan bo'lgandan keyin bu orqali u odam u Qur'onni o'qishda savob u odam xolis qilmagan bo'ladi, pul o'qigan bo'ladi. Endi shu o'qiganga nisbatan ash qorilar, masalan, qiroatiga men bir par o'qisam, ikki par Qur'onni bir qator o'tkazsam, 20 koy, 300 va 500 koy bersiz deb mundaqan bo'lsa, ham Qur'onni o'qitgan, ham bergan, ham olgan men kishilarning hammasiga qat'iy durust emas. Bundan o'qitgan Qur'onniki savobi hech kimga bo'lmaydi. Hech kimga bo'lmaydi. Pulsiz ham ixtiyoriy bir holatda shuna bir o'qitgan bo'lsa, bu durustchi bo'ladi. Buniki savobi, bu Qur'onniki savobi men u odamga uchun yetadi. Nima uchun desa payg'ambar alayhisalom shuna deganki, iqro'ul Qur'on, Qur'on o'qinglar, Qur'on bo'yicha amal qilinglar. Qur'onga vafosizlikchi qilmanglar, Qur'onda xiyonatchi qilmanglar. Meni sizlar Qur'on bilan bir narsa uchun yemanglar. Ya'ni Qur'on o'qish orqali sizlar uningdan kasbiy bir narsa qilish orqali uningdan sizniki oyati rizqini uningdan shu topmanglar. Ham Qur'onni sizlar mana ko'p rizq, ya'ni ko'p yana pul tepish vosita qilmanglar degan. Endi bu qilish qat'iy durust emas, kasbiyni qo'yilish, ammo davr o'qishmagan bunda bir asosdan, ya'ni turmush ishi hokazo men uni qilmasa diniy ish, Qur'on o'qida hokazo ish qilib qoldim. Qilib qolgan vaqt o'zida u chog'da islomiy davlat, hokimiyat u chog'da o'zida davlat tarafidan, davlat xazinasidan u chog'da o'zida maosh to'xtatib, shu vaqtda imomatchilik va hokazo qilish u boshqa bir gap. Ammo ammo uni berishda Qur'on o'qishini bilmaydi. Ammo bu odam shu orqali turmush va hokazo ishlarni qiladi, qandakin anadagi boshqa ishlarni qiladi deb turmushimiz qandaymiz, qolgan ishlarni xolis qilsalar deb ma'noga asosan berdi. Bu chog'da durust. Endi biz o'qitgan vaqtimizda bu shunda biz o'qitib qolsak, aslida turmushlari ma'ni o'qipaganiga emas. Sizning turmushlari va hokazo narsalar va masalan bizniki hozir islom hokimiyati yo'q. Biz bo'lsa shunda qilsak bo'ldi. Biz endi bizniki dinimiz va islom dinimiz bo'lgandan keyin bunaga asosan biz endi bundaq qilmasak bo'lmaydi. Dinimizni qo'llash uchun bir odam bo'lish kerak. Sizniki masalan oylik va hokazo ishlarni mushta to'xtatib berdi yoki bunda ish qilgan vaqtda aslini xashlab bunda qilsalar turmushni xotirjam turmushni biz uni qamdaymiz degan asosda bunda qam bo'lsa u durust bo'lgan bo'ladi. Ammo sizlar 2 par o'qib olsang 100 koy, 5 par o'qib olsang 500 koy, 30 par o'qib olsang mesela 3000 koy deb o'qib olganda asosan o'chad bo'lsa bu durust bo'lmaydi. Ammo turmushni qamdaydi. Shu orqali men turmush, uy kira, ijara va hokazo buni qamdaydi deb buni o'qib, buni berib qanbası onadaki adam şu çağda anadaki Kur'an okumdu, mescid imam bolamdı, hokazo bolamdı, o çağda o boğan buludu. Ama o'qiganning o'zini Qur'on va hokazo kasb qilib olib uningda bu qissa meni yuqorgi hadisga asosan bu qat'iy durustchi bo'lmaydi. Endi o'lib ketgan odamga qaysini qilsak eng afzal bo'ladi? Qaysi qilsak eng afzal bo'ladi ekan? Ya'ni bizdagi shu rayonimizdan agar shu o'lib ketgan ota-onalarimiz, tuqqanlarimiz uchun bir sadaqa joriy qilmoqchi bo'lsak, shu rayonlarimizga nisbatan nima bak ehtiyoj islomiy diniy tarafdan mana shuni uchun qilishimiz kerak. Mesela bazı yerlerde açıkçılık olib ketgan bo'lsa, o çağda mana shunda görüş, va hokazo bir narsa, buğday, un bir narsa elib shu orqali berish. Bazı yerlerde mesela diniy tarafdan ta'limot bak to'van bo'lsa, bak siqib shuna tutib ish amal qilolmagan diniy tarafga yuzlanmagan bo'lsa, o çağın o'zida maxsus uni o'qitadigan odam
tepip, şu arkalık iktisatkan tapkan pulunu, şununki savabını, şu atamı bolsun, ayak ballarını bolsun dep, bunda kısak bu ihtiyaç. Kayadım, qaysı taraf muhim bolsa, şu tarafını kısak, men meyitka yani ülük adamın uptan en ali, men savabçı uyada yetkençu bolu dendi. Endi Müslim hem müşriklerin balları var, Müslümanların balları tabi aletте ülüp ketkendan keyin mayli balagat yetişniki aldıdan iş qilib şu amildar vaqtning o'zidan ya inandab o'lgan vaqtning o'zida jannatga kirib ketadi endi. Müşriklarning balasi buningda ulamolarimizniki o'ttirzida ham ixtilof bor. Mana ba'zilar deydi musulmon mushrikning balasi musulmonlarning balariga o'xshash. Chunki ularga mana nima qilmagan uçan balığa yetmegendiği ki tehdit kelmegendiği ki uçağın yüzüde bu Müslümanların balları oşaş Allah Teala onu şundak muamele kalıdı diyen. Bunda bir göz karşı var. Buna esasen bu şu göz karşı buluşumuz çok gerek. Şimdi kabriyenin ki yüzüde var. Kabriyenin ki yüzü şu kabristal koyup boğan diye kella yat ketmedi top taşlagan diye kella şu meyitin kaşığa mene neme keldi? Münker nekirden ibaret olan bu iki tane ferişte kirip o adamdan dinin neme? Mesela ki Rabbin neme? Peygamberin kim? Dinin neme? Kitabın neme? Diyen benim 5 sual bilen soruldu. Beni sorap şu çanızda o adam bu dünyada hakiki doğru bir işkan bolsa o çanızda o adam dedi ki meniki Rabbim Allah, meniki dinim İslam, Peygamber Muhammed Aleyhisselam, kitabım Kur'an, men yaxşı İslam dininin ki menin dinim İslam degende cevap verdi. Cevap vergen bolgandan keyin bu cevap asasen şunu ona asman tarafı bu Katar deydiz bir kadar cik. Müşundak vay benim bendem yaxşı dedi dep müşundak eğer bunda bolmagan bolsa kirdigan yer bu dövzakti. Dövzak qarap bakanda dövzak körsüp onu deki senin kirdigan yerin müşu cennet oldu dep cennetin bir tüşük eçilip uyat körüp durdu. O adam mene kıyamet küçülük mene şu cennet purak eçildi şununki puruğu purap yadıdı. Şunu olan uyadık ferişte sen aşı birinci katem sen toy kılgan aş kız jigittek ajda uxulgan aram ağın deydi. Kafir kelgan vakti kafir uçadı sorulsa münafık kafir uçadı din digen neymi Rabbim digen men uhmat dikeme hahnen şunu dep dikeme deydi. Şunu ona Allah Teala bu rast dedi dep ferişte onu kılıdı onun deyken uyaga şunu onun küz kömediğin kuluğu ağılmaydigan müşta ferişte kirip tohmak bilen urdu bir uruşu bilen o bütünlüğü tarihte hop geldi. Tarihte hop geldi bunun car-cur kılganlığını insan cinden başka emme narsa anlaydı dep bağımdı. Munda boludu. Munda bolgandan keyin beredesi de yani şunda ilan ba vakaza ba şunun onun başka onun iki kabrisi nemizde bir kısaş ahvali hem boludu diyen muş mezmunda nemi var. Biz hem de bu cenaze ve onunla alakadar bolgan namaz alakadar bolgan meselelerini müşahideçilik yani tamamladık. Bizim dersimiz müşahideçilik bolsun. Ve in bir qatar görüşküçe yine Allah'a emanet bulunlar. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin. بني الإسلام على خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله